Bugun men sizlarga yangi qonun va yangi tartiblar haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu faqat tadbirkorlarga, faqat haydovchilarga yoki faqat davlat idoralariga ishi tushadigan odamlarga tegishli emas. Bu ma'lumot har bir oilaga, har bir fuqaroning kundalik hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Chunki qonunni bilmaslik odamni jarimadan, qarzdan, huquqini yo'qotishdan yoki noto'g'ri qaror qabul qilishdan himoya qilmaydi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval tartib qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Kimlar xavotirga tushmasligi mumkin? Qaysi joylarda odamlar ko'p xato qiladi va amalda nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim maslahatlar aynan amaliy qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida yetib borsa, ko'p odamlar muammodan saqlanib qoladi. Avval ko'pchilik odamlar qonun, qaror yoki yangi tartib kuchga kirganini kech bilardi. Kimdir mahalladan eshitardi, kimdir tanishdan so'rardi. Kimdir muammo chiqqandan keyingina bilib qolardi. Masalan, jarima kelgandan keyin, bank hisobvarag'i bloklangandan keyin, hujjati qaytarilgandan keyin yoki sudga chaqiruv kelgandan keyin odam shoshilib yurardi. Eng katta muammo shunda ediki, odam o'z vaqtida bilmagani uchun huquqidan foydalana olmasdi yoki majburiyatini vaqtida bajarmasdi. Hozir esa davlat xizmatlari, soliq, bank, kommunal to'lovlar, jarimalar, subsidiya, ijara, mehnat shartnomasi, tadbirkorlik va mulk bilan bog'liq ko'p jarayonlar elektron tizimlarga o'tyapti. Bu yaxshi tomoni bilan qulay, navbat kamroq, hujjat topshirish tezroq. Ayrim ma'lumotnomalarni idora-idora yurib olish shart emas, lekin ikkinchi tomoni ham bor. Elektron xabarnoma, shaxsiy kabinet, SMS, ilova yoki rasmiy portal orqali yuborilgan ma'lumotga beparvo qaragan odam keyin men bilmagan edim deb o'zini oqlay olmay qolishi mumkin. Yangi qonun va tartiblarning asosiy maqsadi odatda shundan iborat bo'ladi. Jarayonni shaffof qilish, fuqaroni va davlatni ortiqcha qog'ozbozlikdan qutqarish, majburiyatlarni aniq belgilash, mas'uliyatni kuchaytirish. Lekin har qanday yangi tartib oddiy odam uchun savol tug'diradi. Men bugun aynan shu savollarga javob beraman. Bu o'zgarish sizga qanday ta'sir qiladi? Nimalarni tekshirish kerak? Qaysi hujjatlarni saqlash kerak va qaysi xatolar qimmatga tushadi? Oldin ko'p masalalarda odamning shaxsan borishi talab qilinardi. Masalan, biror ma'lumotnoma kerak bo'lsa, idoraga borasiz, navbat kutasiz, ariza yozasiz, keyin yana natijani olish uchun borasiz. Qarzdorlik, jarima yoki hujjatdagi kamchilik haqida ham ko'pincha kech xabar topilardi. Ba'zan xat pochta orqali kelardi, ba'zan umuman yetib kelmasdi. Odam esa o'ziga tegishli ma'lumotni bilish uchun alohida izlanishi kerak edi. Hozir ko'p masalalarda tizimlar bir-biri bilan bog'lanmoqda. Masalan, soliq organi, kadastr, bank, ichki ishlar, adliya, davlat xizmatlari markazi va boshqa organlar ayrim ma'lumotlarni elektron shaklda almashadi. Bu nimani anglatadi? Masalan, sizda mol-mulk bo'lsa, soliq majburiyati tizimda ko'rinadi. Siz mashina olgan bo'lsangiz, jarima yoki sug'urta masalasi elektron bazada aks etadi. Siz tadbirkor bo'lsangiz, hisobot soliq qarzi. Ijara shartnomasi yoki mehnat shartnomasi bilan bog'liq ma'lumotlar raqamli iz qoldiradi. Eng katta o'zgarish shuki, odamning men bilmasdim degan gapi amalda kamroq ishlaydigan bo'lyapti. Chunki davlat sizga rasmiy xabarnoma yuborgan bo'lsa, shaxsiy kabinetingizda ma'lumot turgan bo'lsa yoki arizangiz bo'yicha javob elektron tarzda berilgan bo'lsa, siz undan xabardor bo'lishingiz kerak deb qaralishi mumkin. Bu juda muhim. Telefon raqamingiz eski bo'lsa, shaxsiy kabinetingizga kirmasangiz, elektron imzo yoki parolni boshqaga berib qo'ysangiz, keyin muammo sizning zimmangizga tushishi ehtimoli bor. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, men sizga oldindan tushuntiryapman. Yangi tartiblar shunday ishlaydi. Siz ham o'zingizni shunga moslashtirishingiz kerak. Bugun telefon raqamingizni yangilash, hujjatlarni tekshirish, shartnomani rasmiylashtirish, to'lov kvittansiyasini saqlash ertaga katta muammoning oldini oladi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Har qanday huquqiy munosabatda og'zaki gap kamroq ahamiyatga ega bo'lib boryapti, hujjat esa ko'proq ahamiyat kasb etyapti. Masalan, siz kvartira ijaraga berdingiz. Ijarachi bilan oyiga 2 million so'm berasan deb kelishdingiz. Lekin shartnoma rasmiy emas, to'lov bank orqali emas, yozma dalil yo'q. 1 oy yaxshi, 2 oy yaxshi, 3-oyda nizoli holat chiqdi. Ijarachi pul bermay qo'ydi yoki uyga zarar yetkazdi. Siz nima bilan isbotlaysiz?
Ana shu joyda yangi tartiblar va elektron bazalar juda muhim bo'ladi. Rasmiy ijara shartnomasi bo'lsa, muddat, narx, tomonlarning majburiyati, to'lov tartibi aniq ko'rinadi. Ikkinchi masala kredit va qarz. Masalan, bir kishi do'stidan 10 million so'm qarz oldi. Bir oyda qaytaraman dedi. Hech qanday tilxat yo'q, bank o'tkazmasi yo'q, guvoh yo'q. Keyin qarz qaytmadi. Bu holatda qarz bergan odam asabiylashadi, lekin isbotlash qiyin bo'ladi. Agar qarz bank o'tkazmasi orqali berilgan bo'lsa, izohida qarz deb yozilgan bo'lsa, tilxat bo'lsa yoki notarial tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsa, huquqni himoya qilish ancha osonlashadi. Yangi tartiblar davrida har bir moliyaviy harakatni izsiz qoldirmaslik kerak. Uchinchi masala jarimalar va majburiy to'lovlar. Masalan, haydovchi tezlikni oshirdi va 375 ming so'm jarima chiqdi. U menga hech kim aytmadi deb yurdi. Oradan vaqt o'tdi. Jarima ustiga qo'shimcha choralar, ijro tartibi, hisob varaqdagi cheklov yoki avtomobil bilan bog'liq harakatlarda muammo paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir haydovchi kamida oyiga bir marta jarimalarni tekshirishi kerak. Bu faqat haydovchilar uchun emas. Mol-mulk solig'i, yer solig'i, kommunal qarzdorlik, aliment, sud qarori bilan belgilangan to'lovlar ham xuddi shunday. 4-masala ariza va shikoyatlar. Ko'p odamlar idoraga borib og'zaki aytadi, keyin javob kutadi. Men har doim aytaman, og'zaki murojaat qilgan bo'lsangiz ham asosiy talabingizni yozma yoki elektron shaklda qoldiring. Arizangizda sana bo'lsin, mazmun aniq bo'lsin, ilova hujjatlar ko'rsatilgan bo'lsin. Masalan, sizga subsidiya bo'yicha rad javobi keldi. Agar siz faqat og'zaki gaplashgan bo'lsangiz, keyin nimani, qachon, kimga aytganingizni isbotlash qiyin. Elektron ariza raqami bo'lsa, javob muddati va javob mazmuni ko'rinadi. Birinchi navbatda tadbirkorlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki tadbirkorning har bir xatosi pul bilan o'lchanadi. Hisobotni kech topshirish, xodim bilan mehnat shartnomasini rasmiylashtirmaslik, ijara hujjatini noto'g'ri yuritish, kassa intizomini buzish, soliq qarzini e'tiborsiz qoldirish jarima yoki tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, kichik do'konda 3 nafar sotuvchi ishlaydi, lekin faqat bittasi rasmiylashtirilgan. Qolgan ikkitasi qarindoshim yordam berib turibdi deb yuriladi. Nizo chiqsa yoki tekshiruv bo'lsa, bu holat ish beruvchi uchun jiddiy muammoga aylanishi mumkin. Ikkinchi guruh uy-joy, yer, avtomobil yoki boshqa mulkka ega odamlar. Mulk bor joyda soliq, ro'yxat, hujjat, meros, oldi-sotdi, garov kabi masalalar bor. Masalan, aka-uka ota-onadan qolgan, uyini og'zaki bo'lib olgan. Bir uyda yashaydi, boshqasi chetda yuradi. Yillar o'tadi. Keyin sotish kerak bo'ladi yoki meros masalasi chiqadi. Hujjatda esa hammasi boshqacha. Yangi tartiblar davrida bunday keyin hal qilamiz degan masalalar juda xavfli. Hujjatni vaqtida tartibga keltirish kerak. Uchinchi guruh. Kredit olganlar va kafil bo'lganlar. Ko'p odam kafil bo'lishni oddiy rasmiyatchilik deb o'ylaydi. Aslida kafil bo'lish katta mas'uliyat. Agar asosiy qarzdor to'lamasa, bank yoki kreditor kafildan talab qilishi mumkin. Masalan, tanishingiz 50 million so'm kredit oldi. Siz kafil bo'ldingiz. U bir necha oy to'lamadi. Siz men pulni olmaganman desangiz ham kafil sifatida javobgarlik masalasi paydo bo'ladi. Shuning uchun imzo qo'yishdan oldin hujjatni oxirigacha o'qing. 4-guruh chet elga chiqib ishlayotganlar va ularning oilalari. Odam chet elda bo'ladi, lekin O'zbekistonda uning nomida uy, mashina, kredit, aliment, soliq yoki sud ishi bo'lishi mumkin. Telefon raqami ishlamaydi, xabarnomalarni ko'rmaydi, ishonchnoma muddati tugagan bo'ladi. Natijada oddiy masala murakkablashadi. Chet elda yurganlar yaqinlariga umumiy gap bilan emas, aniq hujjat bilan vakolat berish kerak. Ishonchnomada qaysi ishni bajarish mumkinligi aniq yozilishi lozim. Agar siz hujjatlaringizni tartibli yuritsangiz, rasmiy xabarnomalarni tekshirib tursangiz, qarzdorliklaringizni vaqtida ko'rsangiz, shartnomalarni yozma shaklida tuzsangiz, katta xavotirga o'rin yo'q. Yangi qonun va tartiblar tartibli odam uchun ko'pincha qulaylik yaratadi. Chunki siz idora yurmasdan ma'lumot olasiz, ariza topshirasiz, natijani kuzatasiz, to'lovni amalga oshirasiz. Masalan, siz avtomobilingiz bo'yicha jarimalarni muntazam tekshirib turasiz, sug'urtani vaqtida yangilaysiz. Texnik ko'rik yoki boshqa majburiyat bo'lsa, muddatini o'tkazmaysiz. Bunday holatda yangi tartib sizga muammo emas, aksincha nazorat vositasi bo'ladi. Yoki siz uy ijaraga bersangiz, shartnomani rasmiy tuzasiz. To'lovni bank orqali olasiz. Kommunal to'lovlarni kim to'lashi shartnomada yozilgan bo'ladi.
Bu sizni ham, ijarachini ham himoya qiladi. Yana bir misol. Siz kichik tadbirkorsiz. Har oy buxgalteringiz bilan hisob kitobni tekshirasiz. Soliq kabinetiga kirasiz. Xodimlaringiz rasmiy ishlaydi. Naqd pul va terminal tushumlari mos yuritiladi. Bunday tadbirkor tekshiruvdan qo'rqmaydi. Chunki uning hujjati bor. Muammo odatda hali vaqt bor. Buni hech kim tekshirmaydi. Shunchaki imzo qo'yib beraman. Keyin rasmiylashtiramiz degan joydan boshlanadi. Birinchi misol fuqaro uyini ijaraga berdi. Oyga 3 million so'mga kelishildi. Ijarachi dastlab 2 oy to'ladi, keyin to'lovni kechiktirdi. Uy egasi kommunal to'lovlar ham yig'ilib qolganini bildi. Elektrdan 200 ming so'm, gazdan 400 ming so'm, internetdan 200 ming so'm. Jami qarzdorlik 1 million 400 ming so'm. Agar shartnomada kommunal to'lovlarni ijarachi to'laydi deb yozilgan bo'lsa, uy egasi talabni asosli deb qo'yadi. Agar bunday band bo'lmasa, nizo cho'ziladi. Demak, shartnomada faqat ijara narxi emas, kommunal to'lov. Zarar yetkazilsa javobgarlik, depozit muddatidan oldin chiqib ketish tartibi ham yozilishi kerak. Ikkinchi misol. Bir yigit tanishiga 15 million so'm qarz berdi. Pulni naqd berdi, tilxat olmadi. Tanishi telefonimda yozishmalar bor-ku dedi. Keyin nizo chiqdi. Yozishmalarda pulni oldim degan aniq jumla yo'q, faqat keyin beraman degan gaplar bor. Bu holatda qarz bergan odam o'z huquqini himoya qilishda qiynaladi. Agar bank orqali o'tkazma bo'lib izohga qarz 2025 yil iyungacha qaytarish sharti bilan deb yozilganda yoki oddiy tilxat olinganda vaziyat ancha aniq bo'lardi. Uchinchi misol. Haydovchiga bir necha oy ichida 4 ta jarima kelgan. Har biri 1,7 ming so'mdan bo'lsa, jami 748 ming so'm bo'ladi. U buni vaqtida ko'rmagan. Keyin avtomobilni sotmoqchi bo'lganda yoki boshqa hujjat ishida qarzdorlik ko'rinadi. Odam shunda asabiylashadi, lekin aslida jarimalarni oldindan tekshirib yurganida birinchidan qarzni ko'paytirmasdi, ikkinchidan o'z haydash odatini ham nazorat qilardi. To'rtinchi misol, ayol subsidiya olish uchun ariza berdi. Lekin hujjatlarda kamchilik chiqdi. U menga rad javobi noto'g'ri berildi deb o'yladi. Lekin rad javobini o'qib chiqsa, daromad ma'lumotda nomuvofiqlik bor. Oila tarkibi bo'yicha ma'lumot yangilanmagan. Bitta hujjat ilova qilinmagan. Agar u javobni vaqtida ko'rib, kamchilikni tuzatganida qayta ariza berish imkoniyati bo'lardi. Shuning uchun har qanday rad javobini shunchaki xafa bo'lib yopib qo'ymang. Uni bandma-band o'qing. Endi juda muhim joyga kelamiz. Har bir yangi tartibda istisnolar bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim toifadagi fuqarolarga imtiyoz beriladi. Pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, kam ta'minlangan oilalar, yolg'iz onalar. Harbiy xizmatchilar yoki boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhlar, lekin imtiyoz avtomatik qo'llanadi deb o'ylash xato. Ba'zi holatda siz ariza berishingiz, tasdiqlovchi hujjat topshirishingiz yoki ma'lumotni yangilashingiz kerak bo'ladi. Yana bir nozik jihat muddat. Qonunda eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan narsa muddatdir. Ariza berish muddati, shikoyat qilish muddati, jarimani chegirma bilan to'lash muddati, shartnomani bekor qilish haqida oldindan ogohlantirish muddati, merosni qabul qilish muddati, sud qaroriga e'tiroz berish muddati. Odamlar ko'pincha mazmun bilan bahslashadi, lekin muddatni o'tkazib yuboradi. Muddat o'tgandan keyin esa eng to'g'ri gap ham kech bo'lishi mumkin. Masalan, sizga rasmiy javob keldi va siz undan norozi bo'ldingiz. Siz keyinroq boraman deb 2 oy yurishingiz mumkin. Lekin shikoyat qilish uchun belgilangan muddat 10 kun, 15 kun yoki yil oy bo'lishi mumkin. Har bir holatda muddat boshqacha bo'ladi. Shuning uchun biror qaror, xabarnoma yoki rad javobi olganingizda birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Men bunga qancha vaqt ichida javob berishim yoki shikoyat qilishim mumkin? Yana bir xato, elektron imzo va parolni boshqalarga berish. Men buni juda jiddiy aytaman. Elektron raqamli imzo oddiy parol emas. U sizning nomingizdan hujjat imzolash imkonini berishi mumkin. Agar siz uni tanishingizga, buxgalterga, vositachiga yoki qarindoshingizga berib qo'ysangiz, keyin sizning nomingizdan ariza, shartnoma, hisobot yoki boshqa hujjat yuborilishi ehtimoli bor. Ishonchli odam bo'lsa ham tartib bo'lishi kerak. Kimga qaysi ish uchun qancha muddatga vakolat berilayotgani aniq bo'lsin. Yana bir nozik masala, hamma shunday qilyapti degan gap. Qonunda bunday asos yo'q. Masalan, hamma ijara shartnomasini rasmiylashtirmayotgan bo'lishi mumkin. Hamma xodimni rasmiy ishlatmayotgan bo'lishi mumkin. Hamma qarzni tilxatsiz berayotgan bo'lishi mumkin.
Lekin muammo sizda chiqsa, boshqalar ham shunday qilgan degan gap sizni himoya qilmaydi. Endi eng kerakli qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, telefon raqamingiz va shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari portali, soliq kabineti, bank ilovalari, kommunal xizmatlar, jarima tekshiradigan tizimlar, kadastr va boshqa rasmiy manbalarda sizga tegishli raqam ishlayaptimi yoki yo'qmi, shuni ko'ring. Eski raqam qolib ketgan bo'lsa, darhol yangilang. Chunki xabarnoma eski raqamga ketib, siz bexabar qolishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, o'zingizga tegishli qarzdorliklarni tekshiring. Jarimalar, soliq, kommunal to'lovlar, kredit, aliment, sud ijrosi, ijara yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha holatni ko'ring. Agar qarz bo'lsa, uni inkor qilishdan oldin manbasini aniqlang. Qachon paydo bo'lgan, qaysi organ yoki tashkilot hisoblagan, to'lov qilingan bo'lsa, kvitansiya bormi? Ba'zida xatolik bo'lishi mumkin, lekin xatolikni ham hujjat bilan tuzatish kerak. Uchinchi qadam, asosiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, mulk hujjatlari, kadastr hujjati, avtomobil hujjati, shartnomalar, qarz tilxatlari, bank to'lovlari, sud qarorlari, ishonchnomalar. Bularning elektron nusxasini alohida papkada saqlang. Telefoningizda ham, bulutli xotirada ham bo'lishi mumkin, lekin begonalarga ochiq bo'lmasin. To'rtinchi qadam, shartnomalarni yozma qiling. Uy ijarasi, qarz xizmat ko'rsatish, qurilish, ta'mirlash, avtomobil oldi-sotdisi, sheriklik, tadbirkorlikdagi kelishuvlar og'zaki qolmasin. Shartnomada tomonlarning ism familiyasi, pasport ma'lumoti, to'lov miqdori, muddat, majburiyat, javobgarlik, nizoni hal qilish tartibi yozilsin. 5 million so'mlik ish bo'lsa ham yozma dalil qiling. Chunki bugun kichik ko'ringan masala ertaga katta nizoga aylanishi mumkin. 5-qadam. Ariza yozishni o'rganing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Menga yordam beringlar deb umumiy yozish yetarli emas. Kimga murojaat qilyapsiz, kimdan murojaat, masala nima, qachon sodir bo'lgan, qaysi hujjatlar ilova qilinyapti, siz nimani so'rayapsiz, shular aniq bo'lsin. Masalan, 2025 yil 10 mart kuni topshirgan arizam bo'yicha rad javobi berildi. Rad javobida ko'rsatilgan daromad ma'lumoti noto'g'ri deb hisoblayman. Ilovada bank ma'lumotnomasi va ish joyidan ma'lumotnoma taqdim etiladi. Qarorni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozish kerak. 6-qadam, har bir to'lovni iz bilan qiling. Naqd pul bergan bo'lsangiz, tilxat oling. Bank orqali o'tkazgan bo'lsangiz, izoh yozing. To'lov kvitansiyasini o'chirib yubormang. Masalan, ustaga 7 million so'm berdingiz, izohsiz o'tkazma qildingiz. Keyin usta bu boshqa qarz edi desa, nizolashish qiyinlashadi. Izoh oshxona mebel uchun oldindan to'lov deb yozsangiz, dalil aniq bo'ladi. 7-qadam, muddatlarni kalendarga yozing. Kredit to'lovi kuni, ijara muddati, sug'urta tugash sanasi, ishonchnom muddati, shikoyat qilish muddati, soliq to'lovi muddatida. Telefoningizda eslatma qo'ying. Odam hammasini yodda saqlay olmaydi. Lekin muddat o'tsa, oqibatini siz ko'tarasiz. 8-qadam, shubhali vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men hammasini hal qilib beraman. Qonuniy yo'lini topamiz, hujjat shart emas. Tezroq bo'ladi degan gaplarga ishonib ketmang. Ayniqsa subsidiya, yer, uy-joy, kredit, ishga joylashtirish, chet elga yuborish, avtomobil hujjatlari bo'yicha vositachilikda juda ehtiyot bo'ling. Har doim rasmiy kvitansiya, shartnoma va vakolatni so'rang. 9-qadam, muammo chiqqan zahoti mutaxassisga murojaat qiling. Advokat, yurist, notarius, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli idoraning rasmiy qabuliga boring. Internetdagi umumiy maslahat ba'zida yo'nalish beradi, lekin sizning hujjatingizni ko'rmasdan aniq xulosa qilish qiyin. Ayniqsa sud, meros, kredit, aliment, mulk va tadbirkorlik masalasida vaqtni bo'y bermang. 10-qadam. Oila ichida ham hujjat madaniyatini shakllantiring. Er-xotin, ota-ona, farzandlar, aka-ukalar orasida o'zimizniki-ku deb hujjatsiz ish qilish ko'p uchraydi. Lekin hayotda vaziyat o'zgaradi. Kimdir vafot etadi. Kimdir chet elga ketadi. Kimdir fikrdan qaytadi. Kimdir qarzga botadi. Hujjat ishonchsizlik belgisi emas, aksincha kelajakdagi nizoning oldini oladigan tartibdir. Men bugun tushuntirgan gaplarning markazida bitta katta fikr bor. Yangi tartiblar davrida beparvolik qimmatga tushadi. Qonunlar ko'proq elektronlashyapti, ma'lumotlar bazalar orqali tekshirilmoqda, rasmiy xabarnomalar tezroq yuborilmoqda. Shartnomalar va to'lov izlari ko'proq ahamiyatga ega bo'lmoqda.
Bu jarayonda yutadigan odam kim? Hujjatini tartibli yuritadigan, muddatni o'tkazmaydigan, og'zaki gapga emas dalilga tayanadigan. Shaxsiy kabinet va rasmiy xabarlarni tekshirib turadigan odam. Xavotirga tushish kerakmi? Agar siz hech narsani tekshirmasangiz, hujjatlarni e'tiborsiz qoldirsangiz, elektron imzoni boshqalarga berib qo'ysangiz, qarz va jarimalarni yig'ib yursangiz, xavotirga sabab bor. Lekin bugundan tartibni boshlasangiz ko'p muammoning oldini olasiz. Eng muhimi, har bir ishda o'zingizga savol bering. Menda buni isbotlaydigan hujjat bormi? Muddati o'tmaganmi? Rasmiy manbadan tekshirdimmi? Bugungi mavzuni oddiy qilib aytsam, yangi qonun va yangi tartiblar odamdan ko'proq mas'uliyat talab qiladi. Hujjatlarni tekshirish, qarzdorlikni nazorat qilish, shartnomani yozma qilish, arizani rasmiy yuborish, muddatni o'tkazmaslik va elektron xabarlarga beparvo bo'lmaslik kerak. Bu maslahatlar faqat muammo chiqqanda emas, muammo chiqmaslik uchun kerak. Siz bu mavzu bo'yicha qanday holatlarga duch kelgansiz? Yangi tartiblar sizga qulaylik yaratdimi yoki qiyinchilik tug'dirdimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Chunki boshqa odamlar ham sizning tajribangizdan xulosa chiqarishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga o'z pulini, vaqtini va huquqini saqlab qolishi mumkin.